Hammaga assalomu alaykum, aka-uka, opa-singillar. Ko'rib turgan avtobusinglar mana Toshkent nomerda avtobus davlat tomonidan qo'yilgan reys bu. Kim shunaqa davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslarni amalga oshirish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Barcha batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Aka-ukalar, bu avtobusimizda har bitta avtobusimizda bizni 3 tadan voditelyi bo'ladi. 3 tadan voditelyi avtobusni 2,5 sutkada Toshkentga Sobrahim vokzaliga yetkazib yuboradi. Dokumentida muammosi bor aka-uka, opa-singillarni ham bez deport, bez zapret olib chiqib ketamiz. Xudo xolasa, shoferlarga, starsiylarga yo'lda salomatligini qilsanglar bo'ldi. Bez deport, bez zapret olib chiqib ketishga harakat qilishadi. Keyin aka-ukalar, Zolotoy Koronadan qarzi bor akalar ham ko'p telefon qilib ko'p savol beradi. Akalar, Zolotoy Koronadan qarzi bor akalar, sudga chiqarib yubormagan bo'lsa, ishinglarni chegaradan bemalol chiqib ketaverasizlar. Agarda sudga chiqarib yuborgan bo'lsa, o'sha krasniy qilib qo'ygan bo'lsa, sizlarni orqaga qaytarib yuboradi. Yo'lga chiqishdan oldin o'sha informatsiyalarni bilsanglar, o'z Zolotoy Koronani o'ziga обращаться qilsanglar, o'zlari aytadi, familiya ismlarni aytsanglar, o'zlari aytadi qanaqa nima bo'layotganini. Так что aka-uka, opa-singillar, bemalol o'ylamasdan, cho'chimasdan telefon qilinglar. Bizda reyslar Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent. Sankt-Peterburgdan reysimiz через Moskva bo'ladi. Прямой reys yo'q hozircha. Через Moskva reyslarimiz bor. O'zi bitta yo'li faqat Peterdan любой kelayotgan mashina через Moskva ketadi. Aka-uka, opa-singillar, так что o'ylamasdan, cho'chimasdan bemalol обращаться qilinglar. Ha, yukni aytib o'tmadim. Yuk 50-60 kilo yuk положено. Yukka bizda ограничение yo'q, yukka oshiqcha pul olish yo'q, просто yukni ixchamgina qilib olib kelish kerak, чтобы yuk xonalariga bemalol sig'ish uchun. Shunaqa gaplar. Так что o'ylamasdan, cho'chimasdan bemalol ko'rib turgan nomerga обращаться qilinglar, barcha batafsil ma'lumotlarni olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.